Abdulkarim Xattabiy kim? Dadasidan vatanni ozod qilish mirosini topshirib olgan yigit. U yosh vaqtida diniy olim, shariat sudchisi, kon injeneri. Partizanlik urushning yangi taktik usullarini kashf qilguvchi. Vatanni tajovuzchi kofirlardan 5 yilda ozod qilgan. Xattabiy o'zining oddiy shumul qirindishi bilan 5 davlatdan taraf topgan eng chong birlashma qo'shinning 160 ming askari bilan 5 kun urush qilib 30 ming askarni o'ldirib mag'lub qilgan. Che Guevaraning eng hurmatli namunasi. Alberto Bayo Xattabiyning taktikasini dunyodagi eng tanatli qo'mondon degan. Castro Xattabiy haqida maxsus tadqiqot ilib borgan. Xattabiyning so'zlari Yevropa xalqining og'zida u bir zamonaviy kashfiyotchi deb hikoya qilinadi. Mavzuning partizanlik urushining asosiy taktikasini Xattabiyning hayotidan o'rgangan. U san'atkorlarning ilhom manbasi bo'lib, ularning tillarida qizil soya, qumluq yo'lbisi deb atalgan. Yozuvchilar u to'g'risida 260 parcha kitob yozgan.